Leksimizi devamlaştırıyoruz hürmetli vatandaş hemendeki mavzu. Prezident Trump'ın bir cümle sözü Cungo'ga hakiki hareket kullanış. Reis Xi Jinping'e bir işaret verdi. Hakiki hareket kullanıştın Reis Xi Jinping'e bir işaret verdi. Mavzulu haber 1. ayının 18. günü Dobit orbiti ilan kılındı. Haber bundak başladı. Aksaray 2018 yılı 1. ayının 16. günü Prezident Trump bilen Reis Xi Jinping telefonda sözleşkenligi doğrusunda axbarat ilan kıldı. Biz baş toxtaldık. İki devlet rəhberi telefonda sözleştirdik. Endi resmi kaldı. Aksaray nime deydi? Buna dikkat kılın, hürmetli vatandaş. Axbarat bundak görüstüldü. Prezident Trump soda meselesi boyunca Reis Xi Jinping'e ümitsizlengenligini bildirdi. Yukarı haberde Dobit orbiti bunu paşkınmadı. Yeki aşkarılmadı. Bu sözünü Amerika matbuatı tahlil kılıp mundak görsetti. Bu söz Amerika'nın Cungo'ga soda uruşu qozgaşqa tayyarlık kılıvatqanlığını aşkarlap verdi. Universal matbuatlar 1. ayının 17. günü haber kılıp mundak görsetti. Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti Trump, Amerika Jungo iki devlet o'rtasida kun sayin o'sib berayotgan savdo tengpungsizligi to'g'risida Jungo'ning Reis Xi Jinping'ga ümitsizlenganligini bildirdi. Aksaray ilan qilgan axborotga asoslanganda Prezident Trump Reis Xi Jinping'ga mundaq deydi. Bu ahval davamlaşıverse bolmaydı. Prezident Trump saylam davrida Amerika bilan Jungo o'rtasidagi savdo farqini halqılık masala qatoriga kirgizgan. 2016 yılı Amerika'nın Jungo savdosida 300 milyard 470 milyon dollar ta'tir farq qizil raqam ko'rildi. Prezident Trump bundan burun bu ishni özüdün burunki Amerika Qo'shma Shtatlarının devlet rahbarlariga yüklegan edi. Aksaray bayonotiда mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump davomliq o'sib kelayotgan savdo ta'tirpaka qizil raqamdan umitsizlandi va davomliq shundoq bo'lishiga yo'l qo'yg'ili bo'lmaydi dedi. Bu to'g'rida Volkutsi gazet tahlil qilib mundaq ko'rsatdi. Jungo Amerika iki devlet dal savdo urushi uchun tayyorlik qilyapti. Jungo Amerika iki devlet dal hozir savdo urushi uchun tayyorlik qilyapti. Buning uchun Amerika Jungo o'rtasidagi yillik savdo qizil raqami o'zaro dushmanlik qo'zg'aydigan yoshirin echitqu bo'lib qoldi edi. Baştan ahir sözlep kelivatımız hürmetli vatandaşlarım bu. Eğer savdonun tarihini 40 yıllık savdo tarihi Amerika Jungo o'rtasida deb turaylik hozir. Diplomatik munosabat o'rnatqilishga davlatga 38 yil bo'ldi, bir 40 yil yetib keldi hozir. Shu kundan boshlab agar shunday ta'tir farq qizil raqam bilan bu ikki davlat savdo qilgan bo'lsa, yoki bo'lmasa 2001-yili Jungo Dunyo savdo tashkilotiga kirgandan keyin boshlangan bo'lsa, bundaq savdoda ta'tir farq qizil raqam masalasi shunday chiqqan bo'lsa, bu vaqtda Jungoning topgan dollar degan bu Amerikaliklar ko'ktizda apirib Jungolikning yanchiqqa hisob qo'ygandek bir ishganda bu. 1 yilda ko'rdingiz ani 2016-yili 300 milyard 400 necha million dollar degan o'tgan hisoblashdik-ku. 3 yilda 1 trillion degan gap. Bu dahshatli gap-da bu. Buni qanday davlat chidaydi vatandoshim? Davomini anglang endi. Maqolada bunda ko'rsatildi. Washington yaqinda savdo urushi qo'zg'agan vaqt sobiq prezident marhum prezident Reagan bo'lib, Reagan davrida yuz bergan shu mezgilda Washington Yaponiya bilan savdo urushi qilgan edi. Demak, savdo urushiga yaqinda yuz bergan taxminan 1980-yillarda prezident Reagan prezident bo'lib saylangandan keyin Yaponiya bilan savdo urushi qilgan edi. Növbətdə Aksaray Jungo'dan import qilingan tovar mahsulotlarga
çoğun hareket kollanışqa tayyorlik qilyapti. Ya'ni tamojni beja qo'yish, norma belgilab berish. Bu tamojni bejini yuqori qo'yish bo'lishi kerak. Ehtimal norma belgilab berish degan gap, masalan, po'lat temir materiallarini Amerika bozorlariga import qiladigan bo'lsang, qancha tonna? Bir faslda qancha tonna? Ya qaysi xildagi po'lat temir material? Shundaq norma belgilab beradigan. İxtiyoriy elak berib sotadigan ish endi tugidi. Albatta 11-oyning 30-kuni Jungoga bozor egiligiga o'tgan davlatlik o'rni berish deganni rad qildi-ku. Shuningdek ya'ni to'kma qilib setish degan gap tugidi degan gap. Hozir tamojni bejini yuqori normada boj qo'yish, undan keyin belgilab berish. Shuning uchun hozir Amerika Washington tayyorlik qilyapti. Boj qo'yiladigan tovar mahsulotlari Jungodan import qilingan po'lat temir mahsulotlari, quyosh energiyasi taxtillari va kir alg'u mashinasi qatorliq tovar mahsulotlari o'z ichiga oladi. Bu Reagan bilan Yaponiya o'rtasida savdo urushi boshlangan vaqtda, ayni vaqt prezident Reagan bilan shu vaqtimiz kir alg'u shu bir tarmoq ekan, bugun yana bu prezident Trump davri kelgandan Jungo bilan ilishtirgan. Maqolada bunday ko'rsatildi. Gerçi savdo urushi qilishning zaruriyati bo'lmasa-mu, lekin savdo urushi yetib kelgan ekan, bu urush o'tganda Yaponiya bilan Amerika o'rtasida yuz bergan savdo urushiga o'xshashmaydi. Yaponiya Amerikaning ittifoqdosh do'sti edi. Jungo bo'lsa asta-asta Amerikaning raqobatchisiga aylandi. Hurmatli vatandoshlar, shu bir abzasni bir yoki bir xotiringizga yezib qo'ying, do'stim. Bundan keyingi xabarlar ehtimol biz sizlarga so'zlaydiganlik siyala Alloh xolisa dal mushu mazmun ustida ketyapti. Mushu abzasning ma'nisiga ham diqqat qiling, tahlil qiling vatandoshim. Men yana bir qatim o'qib beray. Biz uzundan beri so'zlab kelayotganlik siyada nima deyishdik? Amerika Qo'shma Shtatlarining Jungo siyosatida o'zgarish bo'lamdi yo'q. O'zgarish bo'lsa qandoq bo'ladi degan masalalarni sizlarga so'zlab keldik. Endi mushu abzasga bir diqqat qiling, yana bir o'qib beray hurmatli vatandoshim. Maqolada bunday ko'rsatildi. Gerçi savdo urushi qilishning zaruriyati bo'lmasa-mu, tushundingizmi gapning ma'nosini? Shartlik jumla ekan bu. Lekin savdo urushi yetib kelgan ekan, zaruriyat bo'lmasin, bugun savdo urushi yetib kelgan ekan, bu urush o'tganda Yaponiya bilan Amerika o'rtasida yuz bergan savdo urushiga o'xshashmaydi. Yaponiya Amerikaning ittifoqdosh do'sti edi. Jungo bo'lsa asta-asta Amerikaning raqobatchisiga aylandi. Shangang Janubning sayri gazeti mundaq ko'rsatdi. Rais Xi Jinping prezident Trumpga mundaq dedi. Biz savdo tijorat sohasida qurilish xarakterli tadbir qo'llanishimiz lozim. Xi Jinping yana mundaq dedi. İki davlat qadam-qadam bozorni ochib etib, hamkorlikni kuchaytiraylik. Masalan, alayli hurmatli Rais Xi Jinping efendi, bu yil o'tgan yil 4-oyning 7-kuni Florida shtatida prezident Trump bilan uchrashdingiz. 11-oyning 8-kuni Beijingda Trumpni kutib oldi. Prezident Trumpni kutib oldingiz, ziyorat bilan keldi. Shu vaqtda Amerika Qo'shma Shtatlari toki bugungacha Jungo bilan hamkorlashishni ta'kidlab keldi. Nima? Qaysi masalada hamkorlashdingiz? Masalan, Chavshan masalasida hamkorlashdingizmi? Zada qanchalik? Buni hukumatlararo, davlatlararo o'zi biladi, shu mumkin, lekin zada qanchalik. Hamkorlikni kuchaytiraylik. 1-oyning 11-kuni Amerika Qo'shma Shtatlari Jungodan import qilingan tovar mahsulotlarning Amerikaning davlat bexatarlik ziyon zahmat yetkazganligini tekshirishni allaqachon oxirlashtirdi. 1-oyning 11-kuni tekshirish oxirlashdi. Natija Oq saroyga topshirildi. Prezident Trump 90 kun ichida tekshirishga asoslanib, qanday bir taraf qilish to'g'risi tadbir qo'llandi. Bu nuqtalarimiz o'tgan dilishimizni sizlarga so'zlagan edik vatandoshim.
Aralıkta mesela alaylı 11. ayının 12. ayının 18. gün Amerika Koşmuş Ştatlarının devlet bir hatarlık stratejisi ilan kılındı. Hazır bir aydak oldu. Endilikte devlet müdafiyasının, Amerika Koşmuş Ştatları devlet müdafiyasının stratejik siyasi ilan kılındıkken önündeki 1. ayının 30. günü Prezident Trump'ın Aksaray'da devlet hiti sözleydiği vakti iken, yani devlet siyasi doğrusunda kılat sözleydikken, bu işlerde ne işler otlarına çıkıdı, aşkarın oldu. Biz vatandaşlar devamlı kaldı. Bu doğruluk uçuruşup durumumuz hürmetli vatandaşlar.